Assalomu alaykum hammaga. Gitara darsiga xush kelibsiz. Xo'p, bu o'rgatadigan hozirgi darsligim akkordlarni biladigan, ancha-muncha gitara chalib boshlaganlar uchun. Bu qo'shiq Hamdam Sobirov va Jamshidbek Himmatov aytgan o'sha Yomg'irlar qo'shig'i. Buni qanaqa akkordlar ishlatilganligi va qo'lni qanaqa chalish kerakligini ko'rsatib beraman. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, o'sha kommentariyada yozib qoldirsalaring, agar kerak bo'lsa, video razbor qilib beraman hammasini. Birorta qo'shiqlarda akkordi kerak bo'ladimi yoki gitaraga oid birorta terminlarmi yoki aynan birorta bir akkordlar ketma-ketligimi, umuman gitaraga oid qanaqa bir savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Video darslik qilib berishim mumkin. Bu qo'shiqda hozir 4 ta akkordlar ishlatilgan. O'sha 4 ta akkord asosida kuplet, naqorat hammasida joylari o'zgarib turadi, lekin asosiy o'sha 4 ta akkord. Si minor, ya'ni HM yoziladi. Keyin fa diyez minor, F reshotka, keyin M deb yoziladi. Keyin sol major, просто G harfi bilan belgilanadi, o'zbekchada G harfi bilan belgilanadi va mi minor, ya'ni E M harfi bilan belgilanadi. Xo'p, bu qo'shig'imizda tonalligi fa minorda, Doriskiy ladida. Xo'p, o'ng qo'lda esa o'sha 608 razmerdagi ritm ketadi. Agar arpeggiyoda chaladigan bo'lsangiz, mana bunday arpeggio to'g'ri keladi. Cho'sda chalinadigan bo'lsangiz, shu 608 cho's ketadi. Endi qo'shiqda kupletini chalib ko'ramiz. Demak, naqoratigacha yetib keldik. Keyingi kuplet naqorati ham xuddi shunaqa akkordlarda ketiladi. Xo'p, demak ketyapti. Xo'p, demak, si minor akkordida 4 marta o'ng qo'lda arpeggio chalinyapti. 4 marta si minor akkordida o'ng qo'lda arpeggio chalinyapti. Keyin fa diyez minorga o'tilyapti. Bunda ham xuddi shunday 4 marta arpeggio chalinadi. Demak, mana bu 1 marta. Xuddi mana shu arpeggiodan 4 marta chalishimiz kerak. Undan keyin demak, si fa da 4 marta chalinyapti fa diyezda. Keyin sol majorda 4 marta chalinyapti bunda ham arpeggio. Keyin mi minorda 2 marta arpeggio chalinadi va fa diyez minorda 2 marta arpeggio chalinadi. Demak, kuplet akkordlari xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Naqorat ham xuddi mana shunaqa akkordlarga ketadi. 4 marta fa diyez, 4 marta. Naqorat edi. Endi xuddi shu narsa shtrixda qanday chalinadi?
demak bunda ham har bitta akkordimizga 4 tadan shtrix ketyapti-da. Arpeggioga qanday tushgan bo'lsak, akkordda ham xuddi shunday. Shtrixni 4 martadan chalamiz. Faqat mi'da 2 marta va fa diyezda 2 marta chalamiz. Akkordlarning ushlanishi. Si minor akkordi ikkinchi latda birinchi barmog'ingiz bilan baray olasiz. Undan keyin ikkinchi barmog'ingizni ikkinchi simda 3-pardaga qo'yasiz. Shunaqa zvuk chiqishi kerak. Keyin 3-barmog'ingizni 4-simga qo'yasiz. 4-simga 4-pardaga. Keyin 4-barmog'ingizni esa 3-simga 4-pardaga qo'yasiz. Shunda si minor akkordi kelib chiqadi. Xo'p. Keyingi akkordimiz fa diyez minor. Xo'p, fa diyez minorda ham bare xuddi shu o'rinda turadi, ya'ni ikkinchi pardada. Keyin 3-barmog'imizni 5-simga qo'yamiz. 5-sim 4-pardaga. 4-barmog'imizni esa 4-sim 4-pardaga qo'yamiz va bu fa diyez minor akkordi bo'ladi. Keyingi akkordimiz sol major akkordi. Demak, sol majorda 3-pardaga baray qo'yamiz va ikkinchi barmog'imiz 3-simda 4-pardada turibdi. Bu ikkalasi esa 5-pardaga joylashadi. 5-simga va 4-simga. Demak, sol major akkordi. Keyingi akkordimiz mi minor akkordi. Bunda o'sha 5-simda 2-pardaga ikkinchi barmog'ingizni qo'yasiz, 3-barmog'ingizni esa 4-simga 2-pardaga qo'yasiz. Bunda mi minor akkordi hosil bo'ladi. Xo'p. Endi o'ng qo'limizda chalinadigan arpeggiosini o'rganamiz. Arpeggio qanaqa ketadi? Avval barmoqlarimizni 4-simga qo'yib olamiz. Demak, bosh barmog'imizni 4-simga, ko'rsatkich barmog'imizni 3-simga, o'rta barmog'imizni 2-simga, nomsiz barmog'imizni 1-simga qo'yib olamiz va har bitta barmoq o'sha o'zi ushlab turgan simni chaladi. Qachon buyruq kelsa o'sha simni chaladi. Demak, hozir chalinish kerak bo'lgan arpeggioning ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Xo'p, endi buni bittalab tushuntiraman. 4-sim, 3-sim, 2-simda chaldingiz. Keyin 1-sim, 2-sim, 3-simda chalasiz. Bo'ldi. Mana shu narsani avval bo'lak-bo'lak shug'ullanib olasiz. Ya'ni 4, 3, 2 simlarda chalasiz. Shu takrorlay olasiz. Undan keyin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mana shunday. Endi ikkalasini qo'shasiz. Shunda shu arpeggiomuz kelib chiqadi. Chos qanaqa chalinadi? Mana bu bitta chos. Xo'p, ketdi. Demak, birinchi bosh barmog'imiz bilan pastga uryapmiz. Keyin o'sha bosh barmog'imiz bilan tepaga chiqyapmiz. Keyin zaglushka beramiz bitta. Bosh barmoqni o'zi bilan tepaga chiqamizda, ko'rsatkich barmog'imiz bilan pastga uramiz. Shunda pastga bosh barmoq bilan, tepaga bosh barmoq bilan zaglushka, keyin tepaga bosh barmoq bilan va pastga ko'rsatkich barmoq bilan. Shunaqa shtrix kelib chiqadi va buni asta-asta tezlatib o'sha tempga chiqarib olasiz. Kanalimga obuna bo'ling. Shunaqa qo'shiqlarda razborkasi kerak bo'lsa, bemalol kommentariylarda yozib qoldirishingiz mumkin. Qanaqa qo'shiqda keyingi roliklarda razbor qilishimizni albatta siz aniqlab berasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.